Salam dostlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. Erkin bilan ingliz tili YouTube kanalıma kelganingizga qizg'in qarshi olaman. Men Erkin. İngiliz tilini yangicha, Erkin yengil o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kanalning yaxshi do'sti bo'ling. Burun bir deb o'tgandek, mayli qaysi tilda so'zlamang, so'zlaganda shu tildagi idiomlarni, maqol tamsil yoki hikmatli so'zlarni ishlatsangiz, tilingizning ifodalash kuchini va jalb qilish kuchini oshirdi. Bugungi videomizda havoraga munosabatli bo'lgan va intayin qo'llanishchan bo'lgan bir qancha xil ifodalash shakllari va idiomlar bilan tanishamiz. Diqqatingiz davomli videoda bo'lsin. Feeling under the weather. Feeling sick. Soğuk tigib qilish degan idiom bo'ldi. Yomg'irda qilib yoki so'g'oq qilib zukam bo'lib qolgan bo'lsangiz, bu jumlani ishlatsangiz bo'ldi. Masalan, I'm feeling a bit under the weather. I'm feeling a bit under the weather. Azroq zukam bo'lib qoptiman. It's drizzling. Sim yomg'ir yog'ish. It's drizzling. It's been drizzling all day. Bir kun bo'ldi, sim yomg'ir yog'yotdi degan ma'noda. Yana bir xil shakli bo'lsa, it's spitting. Spitting rain. Bu spitting degan so'zning so'z yildizi to spit degan fe'l bo'ldi, ya'ni tukurish degan ma'noda. Demak, yomg'ir amdlam tamchilab yog'ishga boshladi degan vaqtda yoki yomg'ir tamchilayotdi, yomg'ir yog'ishga boshladi, endi tamchilashga boshladi degan shunday ahvol ostida bu ifodalash shaklini ishlatsangiz bo'ldi, ya'ni it's spitting. Agar tamchilab sim yomg'ir yog'may, shaqirab yomg'ir yoqqan bo'lsa, Uyg'ur tilida buni biz chilaklab quygandek yomg'ir yog'yotdi deymiz. Ingliz tilida bo'lsa, it's pouring. It's pouring. Idiom shakli bo'lsa, it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Bilishimcha, bu xil idiom shakli Angliyada, ya'ni Angliya ingliz tilida ko'proq ishlatildi. Make heavy weather of something. To find something hard to do and spend a lot of time on it, although it's not difficult. Ya'ni ishni cho'ngaytirib o'tish va yoki asli murakkab bo'lmagan ishlarni ziyoda o'ylash yoki murakkablashtirib o'tish degan ma'no bo'ldi. Masalan, she's making such heavy weather of that grammar tense she's learning. She's making such heavy weather of that grammar tense she's learning. O qiz o'rganayotgan grammatikalik shaklni bak murakkablashtirib oldi. Amaliyotda unchalar murakkab ishlamasdi degan ma'noda. Come rain or shine, meaning be there no matter what. Ya'ni qandaqli bo'lmasin kelgin degan ma'no bildirdi. We're going for a bike ride tomorrow, come rain or shine. We're going for a bike ride tomorrow, come rain or shine. Biz atı velosiped sayohat qilmoqchi, biz bilan birga borgin, cho'qim kelgin degan ma'no bo'ldi. To make someone's day. When something makes you feel really positive and happy, you can use this expression. Masalan, bugun bak chiroyli bo'lib ketibsiz, kiyimingiz yarashibdi, o'smingiz yarashibdi yoki postmingiz yarashibdi deb shunday boshqalarning ta'rifini qilgan vaqtimizda, "Voy rahmat, ko'nglimni xush qilib qo'ydingiz, ko'nglim ichilib qoldi" deymiz Uyg'ur tilida. Ingliz tilida bo'lsa, masalan, "You look gorgeous." "Oh, thanks, you made my day." "It's freezing." "I'm freezing." Which means it's very cold. So'zma-so'z tarjima qilsa, xuddi Uyg'ur tilida deydiganimizdek, ushib qoldim. Uyg'ur tilida agar havo intayin sovuq bo'lganida bir kun bo'lsa, sirtda havo intayin sovuq, ushib qoldim deb qo'yamiz. Amaliyotda haqiqatan ushib qolmaymiz. Ushib qoldim deyish orqali havoning naqadar sovuq ekanligini, jonga o'tgidek sovuq ekanligini ifodalaymiz. Ingliz tilida ham o'xshash. It's freezing. Or I'm freezing.
Bala qaza ko'rinib kelmas, put-qo'lni sangiltib. When it rains, it pours. When something bad happens, it doesn't just go bad a little, it goes bad a lot. Ma'lum raylan sizga o'ziga kelgan ko'ngilsizliklarni, o'ng'ishsizliklarni, baxtsizliklarni deb turadigan vaqtida, agar birining keyindan biri o'lishib kelgan bo'lsa, Uyg'ur tilida deb qo'yamiz, bala qaza ko'rinib kelmas, put-qo'lni sangiltib degandek ish bo'pti deb. Bu xil ifodalash shakli bo'lsa, ingliz tilida when it rains, it pours. When it rains, it pours. Xo'sh do'stlar, bugungi darsimizning mazmuni mushagicha bo'ldi. Hamma yerdan qo'yishni unutmang, tarqitib qo'yishni unutmang. Savollaringizni ekranning ostidagi inkas qismiga yozib qo'yishni unutmang. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.